Всем assalomu alaykum. Xovash shahrida shu yerdan hozir safarimiz boshlanadi. Demak bundan oldin Yangiyer shahri, keyin Xovash, undan keyin Zomin boshlanadi. Biz mana shu tarafga qarab ketamiz inshaalloh. Ya o'zingiz qayerga ketyapsiz? Valla şu 30 ming berasiz ketdik. O boja. Ha boja, men borarman. Siz menga abi topib qo'ying, boja. Zominda. Keyin Jizzax shaharga o'taman. Zomin shahri. Assalomu alaykum rahmatulloh. Zomin shahri. Issiq havo. Zomindagi торговый центр. Ну типа этот как базар, картинка. Zamin. Allah'ım Rabbim. Zomin parki, bog'i, xullas. Zomin. Zominda Duxoba degan qishlog'i. Assalomu alaykum. Xayrli kech. Zomin. Shu yerda ekan, to'lib ketadi. Zamin deb atalgan aslida. Avvalroq keyin Zomin bo'lgan. Zomin. Zomin tog'lari. Zominda biz Zomin. Hop, assalomu alaykum o'rtoqlar. Zominda biz Soynoatda ozgina yuksak Zomin sanatoriyasi keladi. Chir kanatni. Ham chiroyli, havo juda yaxshi. Uni terlaganda ham odam yoqimli terlash, ya'ni tabiat juda keng. Havo olish ham ajoyib. Narx-navo chet eldan ham qimmat ekan. Video bo'linib qoldi-da. Chiqsa yo'q. Chiqsa men o'zim to'g'rilab olaman. To'g'ri. Xo'p, assalomu alaykum o'rtoqlar. Piknik zonada biz. Zomin tog'lar orasida soy bo'yida shunaqa ovqatlanish, dam olish uchun joy qilib qo'yilgan, ajoyib. Masata. Hamma dam olyapti. Zamin. Mazza. Assalomu alaykum rahmatulloh. Zomin sentri deydimi? Ana bu yerda pensionat bor ekan, kanatka. Kanatkaning qizig'i g'alati ekan, chiqishingiz 50 ming, tushishingiz 50 ming ekan. Mana shu sharsharani kirib ko'rishlik uchun 2 ming to'lash kerak ekan. Juda ajoyib, g'alati. Zominda assalomu alaykum. Ajoyib havo. Soat 6 bo'ldi. Chiroyli. Yo'qda. Sharshara. Vodopad sharsharaga chiqamiz. Hozir qancha berdi shu sharshara uchun? 5 mingdan sharsharaga berdik kishi boshiga ekan.
Вот. Zomin sharsharasida biz. Chiroyli. Qoyil. Da, xayrli kech o'rtoqlar. Zomindagi sun'iy sharsharada biz. Eng qizig'i sharsharaga kirish uchun kishi boshiga 5000 so'mdan to'ladik. Shu sharsharani ko'r. Asab choymi? Narigi kiyikoti. Kiyikoti bu juda foydali. Bu Asab choy. asab choy. Qayerdan terasizlar buni? Zomindan chiqadimi bu? Olish kerak, anaqa qilib qoladi-da. Bir tomoni qiyshayib qoladi ham qiladi. Bu nima bu? Qo'l-qo'la. Nima degani? Videoga olyapsizmi? Ha, videoga olaman. Xudoga yo'q. Nima bu? Ko'chka. Shamollar. Buyrak shamollashiga. Qo'y. Tabiiy mahsulotlar, to'g'rimi? Bu qalampir. Soch soqol to'kilishiga, soch soqol o'sishiga. Qalampir munchoqmi? Dam oladigan sanatoriyani to'g'risida biz kanatdan ko'rib turibsizlar. Zomin juda ham havosi bilan o'zgacha, juda yaxshi, lekin bitta no tarafi bor. Ichki turizmni rivojlantirishimiz kerak. Lekin ichki turizmni faqatgina xorijliklar uchun qulay emas, balki o'zimizligi uchun qulayroq qilish kerak, to'g'rimi? Shu masalada men oddiy sayyoh sifatida, popuchik sifatida shu narsadan ko'ryapmanki, Zominda o'ta qimmat, Andijoncha aytganda, lekin stoid ko'p narsa albatta. Masalan, havosi uchun pul to'lashingiz, oddiy sharsharani ko'rish uchun pul to'lashingiz, kanatga bitta emas, borib kelishingizga xuddi taksi bo'lsa pul to'lashingiz. Infratuzilma yaxshi-yu, lekin kommunikatsiya zo'r emas. Mana shu narsalar qilinsa yana ham zo'r bo'lar edi. Lekin albatta kelish kerak Zomin. Hammaga yaxshi. Juda ham chiroyli. Shu domlar qurishgan, bu yoqda odamlar snimachi qilishar ekan, qanchadir so'mga 2-3 xonali. Bemalol keyin mana shu yerda odamlar o'tiribdi. Da o'sha Zomin, hamma mashhur keladigan O'zbekistonning Shvetsariyasi degan Zomin. Ajoyib. Ha. Zamin. O'ta ham chiroyli. Assalomu alaykum o'rtoqlar. Zominda biz ajoyib tabiat. Mana akam bilan. Juda chiroyli. Bo'lib ham juda yaxshi havoda kelganmiz. Alhamdulillah. Bu ham Allohning ne'mati. Ertalab tong. Ajoyib havo. Zomin.